hech qanaqa sport zallasiz yoki alohida vaqt talab qilmasdan turib bitta shu shar orqali qorningizni kirgizasiz desam, ishonasizlarmi? Hozir buni tushuntirib beraman. Har sharni ishirgan vaqtingizda mana bu joylashgan diafragma zo'r ishlashga boshlaydi. Ya'ni tepaga, pastga, tepaga, pastga. Har diafragma tepaga, pastga ezilgan vaqtda sizni ichki organlaringizni ezib ishlashga majbur qiladi. Bu o'z-o'zidan avtomatik metabolizmni yaxshilashga, ovqat hazm qilishni, qon aylanishini, suv aylanishini yaxshilashga katta yordam beradi. Qabziyatdan qiynalayotganlar, qorni ovqat yegandan keyin ishib qolayotganlar uchun zo'r yordam beradi. Faqat shu sharni qanaqa ishirish qoidasini bilsanglar bo'ldi. Shar ishirishimizdan oldin qorinni yaxshilab nafas bilan to'ldirib olamiz. Ana shu holatda nafas bilan to'ldirib olganimizdan keyin sharni uflagan vaqtimizda qorinni boricha oxirigacha nafas chiqib ketguncha sharni ishiramiz. Sharni uflagan vaqtingizda qorin press holatiga kelib qotib qolishi kerak. Uy sharoitida qorningizni tez va oson kirgizishni xohlasangiz, mana Dastatsiz hayot deb nomlangan onlayn kursimga yoziling. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkani bosib, ro'yxatdan o'ting.